Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafaati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 156-hadis. Abdulloh roziyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam qazoyi hojat qiladigan joyga kelib 3 tosh olib kelishimni buyurdilar. Men 2 tosh topdim va 3-sini qidirgan edim, topa olmadim. So'ng bir tezak topib olib, ularni u zotga keltirdim. Shunda u zot 2 toshni oldilar, tezakni esa otib yubordilar va bu chiqindi dedilar.